2012-yilda ishlab chiqarilgan avtomatmi aka? Mexanikami? Aka mexanika? Ha, ikkinchi pozitsiya. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Malibu bor, ikkinchi pozitsiya mexanika. Kraskasi qayerda edi aka? Orqa krilo bilan oldi chap kriloda. Ichi o'tmagan-a buni? Balonlari biroz pastroq. Oldi krilo, orqa kriloda bor debdi. Holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Mexanika korobka. Kamerasi bor ekan. Yurgani qancha edi aka bitta yurganiga qarang. 198 metr. Charchamayapsiz aka o'zi? Shuga tanishga o'xshayapti-da. 198 ming yurgan ekan Malibu bir. Oldi tomondan ko'rinishlari mana. Hasan. Xo'ja, buni nech pul dedingiz? Taqalgani qancha? Bo'lishi 7800. 78. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 90lik. 90lik 229 229 3000. 3000 7800 bo'lishi. Gazi bormi aytganda buni? 2014-yilda ishlab chiqarilgan metallika svetda yana bitta Cobalt. Mexanika aka? Buni kraskasi qanday edi? Orqa krilo. Orqa eshikda. Yurgani? 300 ming yurgan. Balon holatlari yaxshi holatda. Mana motor holatlari, pokoleniya gazlari bor ekan. Konditsionerni ko'ryapmiz. ABS bor. Akkumulyator ham yaxshi holatda. 4 ta yumshoq bo'lgan yangi debdi aka. Yangiga o'xshaydi. Ichki holatlari. Polik bor, chexol bor. Yurgan 380 ming kilometr. Yurgan, tepada kameralari bor, tepa qoraytirilgan tepalar. Shu holatlari ichki. Orqa holatlari. Gazlari bor, metan gaz, orqa holatlari. Ochmadagi orqasini shumkalari borga o'xshayapti. Puli qancha aka? 90 million a? Nomeringizni ayting. 93lik 309 60 60. Charchamang aka. Ana yana bitta Cobalt GSCV svetda 2014-yil. Avtomatmi, mexanikami aka? Mexanika ikkinchi pozitsiya. Konditsionerlarni ko'ryapmiz, ABSlari bor, motor holatlari. Mana balon holatlari saka diskalar qo'yilgan, balonlar sal yilgan ekan. Salon holatlari polik bor, chexol bor, yurgani 272 ming kilometr yurgan, magnitofon qo'yilgan ekan. Mana patolog barlari bor. Kraskasi qanday aka? Krila kapot. Puli qancha? 90 million kam. 90 million kam bor. Gazi bo'lsa kerak. Nomeringizni aytib qo'ying. 97lik. 97lik 523 523 99 97. 99 97 ha? Charchamang aka.